1 maydan elektr energiya narxi 450 so'm emas, 600 so'mdan hisoblanadi. 200 kilovatdan 500 kilovatgacha o'zgaradi va bu 800 so'mni, ya'ni 200 dan oshgani 500 gacha, 800 so'm 500 dan oshgani yana qimmatroq narxda hisoblanar ekan. Yaxshilab kerak-kerak qilib ko'ringchi. 200 kilovatdan 1000 kilovatgacha 900 so'm edi. Va hozir esa 200 kilovatdan 500 gacha, 500 kilovat soatgacha 800 so'm. 900 so'm, 800 so'm farqi bo'lyapti, lekin 500 kilovat ham farq bor bu yerda. Bu narsa ham bizga plyusmi yoki boshqachami? Kommentariyga yozing. Bir oila oyiga 500 kilovat soat iste'mol qiladi. O'zgartirishlar kiritilganga qadar, o'zgarmasdan oldin dastlabki 200 kilovat soat uchun bazaviy tarif bo'yicha 90 ming so'm, ya'ni 200 kilovat 450 so'mdan hisoblaganda 90 ming so'm ishlatilgan. Keyingi 300 kilovat soat uchun esa 900 so'mdan 270 ming so'm bo'lgan va bularning yig'indisi jami 360 ming so'm bo'lgan bir oyga 500 kilovat ishlatgan oilaga. Va endi bizlarga qulayliklar keltirilgandan keyin o'sha 1-maydan boshlab yana misol yangi tarif kuchga kirgandan so'ng hisob-kitoblar quyidagicha bo'ladi. E'tibor qiling. Yangi bazaviy tarif bo'yicha dastlabki 200 kilovat soat uchun 120 ming so'm. Keyingi 300 kilovat uchun esa 300 kilovat 800 so'mdan 240 ming so'm qo'shamiz. Jami yana 360 ming so'm. Bu narx o'sishda davom etishini yozib qoldirilgan, ya'ni har yili 1-maydan boshlab elektr energiyasi va gaz narxi ko'tariladi. Ya'ni qanchaga? Inflyatsiya miqdoriga qarab, inflyatsiya foiziga qarab ko'tariladi. Hozirgi kunda o'rtacha 11% ni tashkil etmoqda. Masalan, 2024-yil bilan 2025-yilning puldagi inflyatsiya miqdori foizi 11% ni tashkil etsa, bu yerda belgilab qo'yibdi, har yili inflyatsiyaga qarab 10% dan oshmaganini belgilab qo'yibdilar. Endi standart 10% bo'lsa ham kara-kara qilavering. Hozir 600 so'm, 2025-yil, 2026-yilga kelib 6600 so'm, 800 so'mga 900 so'm bo'lib o'zgarib ketaverar ekanda. Shundan ekan, mana shunday qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizning kanalimizga albatta obuna bo'lib qo'ying va men sizlar uchun har doim yangiliklarni chiqarib borishga harakat qilaman va kommentariyada qanday mavzuda yangiliklarni bilishingizni xohlasangiz yozib qoldiring.